Ering kirib kelyaptimi, o'rningdan tur. Butun atrof, hamma joy bilishi kerak qanchalik sen uni hurmat qilishingni. Nima ishing bo'lsa ham yig'ishtir, eringga qara. Choyni qilib qo'yib o'zingiz spalniyaga kirib yotish emas, qizlar mumkin emas buni qilish. Erkakning qani pozitsiyasi? Buni eng muhimi bilasizmi? Bolalaringiz ko'ryapti. Otasini qanaqa hurmat qilyapsizmi yoki yo'qmi? Erkakning roli yo'q bo'lgan uyda ayol o'zi aybdor bo'ladi. Mana shunaqa vaziyatda bolalar, o'g'illar onasi bilan ishni bitiradigan bo'ladi. Dadam bu hurmat, ehtirom yo'q. Uni kamsitib, kamchiligini bolalarga aytib, adang bu ishlading, qo'ldan bir ish kelmaydi-de, gapiraverasiz-ku, mana bolalaringizga shu narsani. Dadang, adang. Na o'g'ilda, na qizda dadasi haqida bir ideal, dadam zo'r, dadam mamnaqa odam degan tushuncha qolmaydi va bunga siz sababchisiz. Qo'llab-quvvatlash kerak. O'shanda hammasi yaxshi bo'ladi. Shuning uchun ayollar, iltimos, eringizni rolini, o'rnini biling, hurmat qiling. O'zingizga hech qachon u haqida yomon gapirishga ruxsat bermang. Shu bilan siz yashayapsizmi bugun? Demak, bu sizning tanlovingiz. Va shu shunaqaligi hozir sizga bog'liq. Katta bir natijaga erishishi ham sizga bog'liq, ertaga jamiyatda nol bo'lib yerga kirib ketishi ham sizga bog'liq.